No. King Kong, King Kong, King. Seguimos. King Texas. King Kong, King Kong, King. İnsanlarni sizga tasvirlab beramiz. Javlon akani hamma ko'rgan, ko'p serial kinolar olgan, tildirib deb hamma ko'rgan. Bunday inson bitta bo'lgan. Shu biznes ruhsiz bo'lmaydi. Ayni u kimga o'xshaydi? O'zur aka, Kechiring aka. Bu rasmni siz taniysiz, kimligini ham bilasiz. Men Qur'onni bilishadi, tabiiylar qilishadi, lekin yaxshi ko'rishmaydi. Qarang u kimga o'xshaydi? Asal bola, shakar bola. Stop! Rep qirolichasini chaqirmasak bo'lmaydi. Kutib olinglar, Fransiya repri Umid Qayli! Bu bog'larni hamma ko'rgan, ata yo'lda pishib yurgan, bittasi tashirma deydi, lekin bitta katta yeydi. Ularga normal yetmaydi, qarang, ular kimga o'xshaydi? Xafa bo'lma. Yaxshi bo'lyapti, mayli aravasini tortaversin, kichkina she'rini yozaversin. Seriallardan hamma to'ydi, qarang u kimga o'xshaydi? Serial olmaz, boshqa olmaz. Bu bizning ummat akamiz, biz uni hurmat qilamiz. Dunyo kezishni o'ylaydi, har orchiga qatnaydi, hazilga xafa bo'lmaydi. Qarang u kimga o'xshaydi? Umar aka, rahmatulloh. Ustozlarning eng otasi, TVZni u otasi. Ustozga cheksiz hurmatimiz, siz bizlarning qahramonimiz. TVZda hamma kuylaydi, qarang ustoz kimga o'xshaydi? Olim aka, Ustozga hazil qilmaymiz. Ma'nosi bor. Kim desa tasdiqlasin. Hammamiz yoshligimizdagi qahramon kim? Antarmanmi? Antarman, to'g'rimi? Bizlarning TVZdagi hamma qo'zichilar qahramoni ustozimiz Olimjon Xudoynazarov. Boringizga shukur ustoz. Bravo!